Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Yangi bozor sentridaman. Urganch Gurlan yo'lda bo'yindaman. Supermarketda oldinda O'zgaz gilamlari bor ekan. Gilamlar olami deb yozib ham qo'yibdi. Arzon gilamlar sotadigan yer Yangi bozorda nerida bor deb so'raganlar uchun hozir sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman do'stlar. Birgalikda hozir ko'rib chiqamiz. Necha so'mdan sotiladi, gilamlar nerdan kelib turibdi. Bundan tashqari bu yerda maishiy texnikalar ham bor, yangiliklar bor. Ko'rib chiqamiz do'stlar. Assalomu alaykum Zulfiya aka. Assalomu alaykum. Supermarketlarimizdan maishiy texnikalar, xo'stovar, maishiy texnika ham gilamlarimiz ko'proq, gilamlarimiz bor. Har xil narxda. Qadalik gilamlarimiz var. Eng arzoni 150, 200, 250, 300 arzonlashgan. Bu gilamlarimiz nereden kelib turibdi? Gilamlar Samarqand, Urganch, Ishqilib. Her yerden kelib turibdi. Her yerden olib. O'zingiz Xorazmniki ham bormi? Xorazmniki ham bor. Xorazmni gilamlari ajoyib to'qilgan. Turk bilan ishlab turibdilar. Bular necha so'mdan o'zi? Gilamlarimiz eng arzoni 60 ming kvadrati, 60, 65, 70. Eng qimmati mana bunday qalin ajoyib gilamlarimiz bor, 180, 150, 120, 110, 100. Har xil materialına qarab. Bu yerda qadaliklar ham bormi? Qadaliklar ham bor. 150 ming, 180, 200, 250, 300 minggacha bor. Qaysi u? Bunimi? Qadaliklar razmeriga qarab. Mana bu ana yerda birinchi ko'rib turganlari 150 dan beraman. 150 bular 180. Bundalar bor 200, 300 gacha bor. Qadalik. Kerak bo'lsa shu yerdan kitaveradilar. Kerak bo'lsa kvadrati 60 dan. 60 ming eng arzon. 55 lik ham bor. 55 likdan bersam ham bo'ladi materialına qarab. Doroshka uchun ham bor ekan, ha? Eng arzon sirtlarga to'shasam bo'ladi. Ichkariga to'shamagan olib turibdilar. Har xil razmerlar bor, qalin Har xil razmer. Ham qalin, ham uyqa, har xili bor. Yana shular 75. Hozir qaysi moda bo'lib turibdi? Mana bularda 60 dan beraman. 60. Materialına qarab. Kvadrati 60. Maishiy texnikalar bor, холодильник, televizor, gaz plita, morozinligimiz bor. Kichkina холодильнигimiz bor. Siz yong'i uygadan borib ham razmerini olib ham yetib ham beraverasizmi? Borib o'lchab razmerlarini ya o'zlari olib kelsam bo'ladi, qirqib, kichkina yerlarini qirqish kerak bo'lsa ham yerini qirqib tigib ham berasizlar. Beramiz. Mashinlar bor ekan. Mashin bor, tikamiz. Bu yoqda produktlar ham bor ekan, ha? Produktimiz bor. Mana qadalik 15 ming, mana bular bor 30 ming 2 metri. Har xil materialimiz bor qadaga. Ish vaqtim 8 da kelamiz, 8, 8:30, kechki 8 gacha. Zulfiya aka, buni bo'lib berish xizmatlari ham bormi sizda? Bizlarda bo'lib berish xizmati bor. 3 oyga bo'lib berib o'tiribmiz. 3 oyga to'lab bilsalar, necha kvadrat metr olsa beramiz. Eni 2,5, 3, 1,20, 1,5liklari. Kvadrat metr 75, 110. Qalin yuqa. Mana namoz joylarimiz, mana oyoq kiyim tashiydigan polik. Bu mashina ishlatiladi axir, ha? U mashinga ham kirgan yerga ishlasam bo'ladi uyda. Bu namoz joylarimiz bor. Mana mashinga ne bor? Mana tayyor, ha? Tayyor chexoli bor. Agar ko'proq g'ala olaman desangizlar, nalichi olsangizlar, mana bonuska shu narsalarimizdan qo'shib beramiz. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Shu Zulfiya akaning do'konini ko'rib turganingizdek, har xil turdagi assortimentlar bor. Kelinglar, xizmatdamiz hamisha. Joningiz omon bo'lsin, kutamiz sizlarni. Sog' bo'linglar.